Buni narxi ochiqcha ko'ring 120 million so'm. Undan baland olmaydi buni. 23 yil uchun. Hozir 22 sini 105 million so'radim, ko'rdingizmi? 23 bo'ladigan bo'lsa 120 million so'm beraman. Ochiq karta maydalashmayman, yoshingiz kattada. Necha pul bo'lsa bera olasiz? O'zingiz ochiq karta. Men shunchadan men ham o'tolmayman deng. Men chiqolmayotganimda aytdimki, siz o'tolmayotganingizni ayting, menga to'g'ri kelmasa, bu yerdan kimgadir to'g'ri kelsa olsin aka, ishingiz qalb bo'lsin. 30 dan pastga bo'ladi. Bo'lmaydi. Oxiri taqalgani 130 million. Pastga 130 o'zi. Kesaylik savdoni deyapman-da. Kesaylik degani bir-birimizni qiynamaylik degani. Chunki men kech-kech ishlashim kerak-da. Xo'p, men aytib ketaman obzorni. Yurgani qancha dedingiz, amaki? 54 mingga boryapti. 54 mingga boryapti, metan qo'yilgan. Metan zavodskiy. Bezabez, zavodskiy metan, bezabez faqat. Zavodskiy metan 2023 50 ming yurgan. 54 ming, 50 ming deyapman shuni. 54 ming yurgan. Kim olsa 130 million ekan akamga. Menga akadan ham pul kerak emas, oluvchidan ham pul kerak emas. Agar kimgadir ma'qul bo'lsa, mana aka ko'ringlar akalar. Shayqa shuncha odam bor. Telefon nomeringizni, Instagram telefon nomeringizni ham qo'yib yuboraman. 87lik 87lik 965 965 1578. 1578. Aka, men reklama qilmayman. 100-200 dollarga ilanishga qo'ymayman, lekin sizga shunday qo'yib beraman. Ko'ngil uchun. Yoshingiz katta odamsiz. Shayqa 5 minut turing, kimgadir agar kerak bo'lsa sizdan so'ra oladi. Menga pul berish shart emas aka, ochiq gap. O'zimga to'g'ri kelmagan savdo, bitta menda qolganlar kimgadir to'g'ri kelsa oladi. Menga undan pul so'ramayman aka.